xizmati, eshik oching. Nima? Kvartiradami? Pizza zakaz qilganmi deydi. Ha, esimdan chiqdi. O'zbeka, pizza zakaz qilganmiding? Telefonim puli yo'q. Adashibdilar. Adashganimiz yo'q, Svetdan kelganmiz. Hozir Svetni pulini to'lamasa, avtomatik o'chib qoladi. Unaqa degandan keldik. Qayerdan kelsalar-da eshikni ochmayman. Yangi pochtadan pul so'ratib qo'ydi. Beka ana u tuz yo'q. Beka, meni kechiring, iltimos, sizga yarashaylik. Ket, sen bilan aloqalarimiz tugagan. Yo'q, eshikni ochasanmi yo'qmi? Menga qarang yigitcha, men sen bilan o'ynagani kelganim yo'q. Sizlarga nima ke... Tanidim, bu ovoz. Yo. Yana biz bilan ketmaysanmi? Demak, borishni erting yo'q. Yaxshi, ham kelsinlar. Nima? Mayli, keyingi safar. Davay eshikni bukinglar.